Ommaviy axborotni davriy tarqatishning doimiy nomga ega bo'lgan hamda bosma tarzda gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar va boshqalar yoki elektron tarzda tele, radio, video dasturlar, internet, jahon axborot tarmog'idagi veb-saytlar 6 oyda kamida bir marta nashr etiladigan yoki efirga beriladigan qonunchilikda belgilangan tartibda ro'yxatga olingan shakli hamda ommaviy axborotni davriy tarqatishning boshqa shakllari ommaviy axborot vositalari deyiladi. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligi, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlari amalga oshirishini kafolatlaydi. OAV o'z taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir.